kanalımıza hürmetler, dağılış etdi navbatdagi yana qilgan ishimizni sizlarga bir qator tanishtirib o'tamiz. Bu darvozamizga ketgan materiallar 12.8 va bu yoqlari 8.4 dan bo'lgan 2 qalinlikda 2 profil va anaqa atrofdurlis ko'rishlari mumkin. Kraskalari guntovka, shpakilovka germetkalari qilingan. Darvozada mavoz yo'q. Tepalari vaznli listdan bo'lgan. Ichkari qorong'u bo'lib qolmasligi uchun ovozlarni eshitishlari mumkin. Juda ham cho'tyoqlarda chiqqan. Bu yoqda kaltka qismi. Kaltka qismi ham bir xil. Tepalar vaznli listdan bo'lgan va zamoklari ochilyapti. Juda ham yengil. 2 profil, tepastlari 14 shvillar, 4 qalinlikda aslar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Tekis bo'ladi. Germetika shpakilovkalar qilingan va zashilka qismi juda ham yengil. Ochilib qolishiga bitta baho berasizlar. Tepadagi lazerli listlarni ko'rishlari mumkin va taydagi shvillarlari 4 qalinlikda 14 shvillar. Svarkalarni bekitish uchun chasbga qo'yib berganmiz. 3 ta sharnier. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar.